Klinikamizda biz statsionar va operativ davo ham diagnostika bajarilib keladi va bu o'zimiz sohaga tegishli urologik bemorlar ham rejali ham shoshilinch holatlarda murojaat qilishlari mumkin va murojaat qilib kelishmoqda. Bu shoshilinch holatlar deganimizda o'sha kasallikda o'tkir rivojlangan holatlar, ya'ni masalan kuchli buyrak og'riqlari bilan, buyrak sanchiqlari bilan, misol uchun shunaqa holatlar ko'p uchrab turadi bizda sohamizda. Bemorlar mana kuni kecha ham bemorimizda o'zi yagona buyrak bilan yashab kelayotgan bemorimiz o'sha tosh kasalligiga kelib chiqib, siydik yo'lida o'sha tosh tiqilishi oqibatida bemorda o'tkir og'riq va bir necha sutkadan oshgan peshob yo'qligi, peshob chiqmaganligi va peshobning organizmda qonda o'sha zaharlanish oshib ketganligi, peshob yo'qligi va og'ir ahvolda murojaat qilib kelyapti bemorimiz va bemorda tekshiruvlar zudlik bilan bajarilib va shu kunning o'zida bemorda o'sha tosh tiqilgan tosh aniqlanishi va toshni zudlik bilan o'sha yuqori texnologik usulda olib tashlandi va bemor o'sha operatsiyani o'zida yoki operatsiyadan keyingi soatlarda erkin ravishda peshob ajralishi va ahvolini o'sha kunning o'zida yaxshilanishi va keyingi kuniga bemorni oilasiga, uyiga javob berildi. Bunaqa holatlar tez-tez uchrab turadi. Xuddi shunday masalan o'sha pastki siydik yo'llaridagi, peshob yo'llaridagi torayishlar hisobidan siydik peshob chiqmay qolib, kuchli og'riq yoki tana haroratini ko'tarilib, bemor ahvolini og'irlashib qolgan holatlar bilan tez-tez murojaat qilishadi. Bu holatlarda ham o'sha zudlik bilan tekshiruv va zaruriy amaliyotlar o'z vaqtida bajarilyapti. Bunga o'xshash holatlar ko'p misol qilib keltirishimiz mumkin.